O'zbekistonga qarshi o'yindan keyin Birlashgan Arab Amirliklari terma jamoasining 2 nafar futbolchisi diskvalifikatsiya qilindi. Birlashgan Arab Amirliklari futbol assotsiatsiyasi 2 futbolchini yig'in vaqtida nomaqbul xatti-harakatlari uchun terma jamoadan chetlatdi. Ularning har biriga 500 ming dirham, ya'ni $136 ming miqdorida jarima belgilandi. Gap 21 yoshli Sulton Odil va 28 yoshli Xolid Ibrohim haqida ketmoqda. Ular milliy turnirlarda 5 ta o'yinga diskvalifikatsiya qilindi. Biroq futbolchilar qanday qoidani buzgani rasman oshkor etilmadi. Shu bilan birga Birlashgan Arab Amirliklari terma jamoasi 2026-yilgi Jahon chempionati saralashining 3-bosqichida ilk 2 o'rindan birini egallay olmadi. Endi ular 4-bosqichda ishtirok etadi. Eron va O'zbekiston esa Jahon chempionatiga yo'llanmani rasmiylashtirib bo'ldi. O'zbekistonga qarshi o'yindan keyin Birlashgan Arab Amirliklari terma jamoasining 2 nafar futbolchisi diskvalifikatsiya qilindi. Birlashgan Arab Amirliklari futbol assotsiatsiyasi 2 futbolchini yig'in vaqtida nomaqbul xatti-harakatlari uchun terma jamoadan chetlatdi. Ularning har biriga 500 ming dirham, ya'ni $136 ming miqdorida jarima belgilandi. Gap 21 yoshli Sulton Odil va 28 yoshli Xolid Ibrohim haqida ketmoqda. Ular milliy turnirlarda 5 ta o'yinga diskvalifikatsiya qilindi. Biroq futbolchilar qanday qoidani buzgani rasman oshkor etilmadi. Shu bilan birga Birlashgan Arab Amirliklari terma jamoasi 2026-yilgi Jahon chempionati saralashining 3-bosqichida ilk 2 o'rindan birini egallay olmadi. Endi ular 4-bosqichda ishtirok etadi. Eron va O'zbekiston esa Jahon chempionatiga yo'llanmani rasmiylashtirib bo'ldi.